Bugun Yakkasaroyga keluvdik. Bularda muammo отопление sistemasida давление tashlab yuborayotgan ekan. O'tgan safar mana shu yerdan utechkani topib beruvdik. Hozir videosini ham qo'yaman, ko'rasizlar. Lekin mana muammo hal bo'lmadi. Ularda mana yana utechka bor ekan. Mana suv chiqib turibdi. Hozir ko'ramiz. Xo'p, mana bu o'tgan safar topib bergan utechkamiz. Bu kotelni tagida utechka bo'lgan ekan. Uni bartaraf qilishdi. Lekin mana bu yoqda sovuq suv, issiq suv trubalarida ham mana shu atrofda utechka aniqlandi. Mana ochdik. Mana utechka ko'rinib turibdi. Hop, eng asosiy muammo bularda nimada bo'lgan? Bu quruvchi kompaniya qilib bergan bularga hamma sistemalarini. Shuning uchun hamma joyda utechka chiqib kelyapti. Yaxshi qilinmagan ekan. Mana bu 3-chi utechka уже hammomlarida теплый pol ulangan ekan. Общий sistemadan mana bu yerda ham utechka topildi. Shu uy o'zida 4 ta utechka chiqdi.